Bugungi suhbatimiz nafaqat o'zbek xalqi, balki Markaziy Osiyoni faxri bo'lgan alloma ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlariga bag'ishlanadi. Butun dunyoda, nafaqat O'zbekistonda, arab olamlarida ham demak turli xildagi tafriqachilik avj olgan edi. Juda murakkab davr bo'lgan va hazrat shu paytda o'zlarining jasoratlari bilan, ilm va bilimlari bilan mana shu mushkul vaziyatda musulmonlar birligini saqlashga, ularning sof e'tiqodini saqlashga, bizni hududlarimiz uchun an'anaviy bo'lgan shu hanafiylik, moturidiylik e'tiqodini mustahkamlashga o'z hissalarini qo'shganlar. Turli xildagi yurtimizda bo'linishlar, tafriqalar oldi keskinlik bilan hazratning qat'iyatlari bilan olindi. Hattoki Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu Harura qishlog'iga borib, ular bilan bahslashib, nima da'volaringlar bor, har bir davosiga javob berganlar. Hizbut Tahrir deb o'zini ataydigan tashkilot faoliyati kengayib ketgan paytda Din nasihatdir degan kitobni yozdilar. Hazrat aytganlar bu gapni desa, shu adashib ketayotgan yoki adashish yoqasida turgan inson ham yo'q bo'ldi bu xato ekan deb tiylar. 7 yil, 8 yil chet elda yurdilar, lekin bir marta ham vatanlari haqida yomon gapirmadilar, maqola chiqarmadilar, qanaqadir intervyular bermadilar. Bu kishi ilm fanda tolib ilmlari otasi ekan degan xulosaga kelganman-da. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, ilm fan shaydolari. Moturidi podkast loyihasini navbatdagi maxsus sonida sizlar bilan uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugungi suhbatimiz nafaqat o'zbek xalqi, balki Markaziy Osiyoni faxri bo'lgan alloma ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlariga bag'ishlanadi. U kishini Moturidi ta'limotini rivojiga qo'shgan hissalari aynan o'sha ahli sunna val jamoa e'tiqodini, sofligini ta'minlash yo'lida olib borgan xizmatlari haqida bo'lib o'tadi. Aynan ushbu mavzuni keng yoritish uchun soha mutaxassislarini taklif etganmiz. Bizning suhbatimizda Imom Moturidi Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi ilmiy kotibi Jasur Najmiddinov hamda Imom Moturidi Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi bo'lim boshlig'i hazratning shogirdlari Moturidishunos olim Abdulatif domla Allaqulov. Xush kelibsizlar. Rahmat. Jasur aka, suhbatimizni o'sha hazratni murakkab tarixiy davrdagi jasoratlari haqida boshlasak, bilamiz Shayx hazratlari 1989-yil 6-fevral kuni O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari idorasi raisi, muftiy etib saylanganlar. Aynan o'sha davrlarda bilamiz O'zbekiston mustaqillikka erishish arafasida yurtimizga turli xil o'sha yot g'oyalar kirib kela boshlagan. Qadimdan amal qilib kelinayotgan o'sha hanafiylik, moturidiylikka zid g'oyalarni olib kirishgan. Eshitishimizcha, hazrat mana shu davrlarda aynan 1990-yil 2-may kuni o'sha bir sulh o'tkazadilar va buni bahs desak ham bo'ladi. O'sha ba'zi toifalar bilan o'sha ahli sunna o'sha O'zbekistondagi mahalliy eskidan o'sha hanafiy moturidiylikda amal qilib kelayotgan ulamolar va o'sha o'zini turli xil boshqa fikrda olib kelayotgan insonlar bilan demak mana shunday sulh o'tkazganlar. Mana shunday kelishmovchiliklar bartaraf etish yo'lida Shayx hazratlarining xizmatlari haqida suhbatimizni boshlasak, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Dar haqiqat Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari juda murakkab davrda diniy idorani rahbariyatiga keladilar va bu davr o'sha Sovet ittifoqini qulash arafasi davri edi va bir tomondan qayta qurish, oshkoralik deb nomlangan shiorlar ostida so'z erkinligi, hattoki qisman e'tiqod erkinliklari ham ochilayotgan bir davr edi va bundan foydalangan holda qator bir g'oyaviy muammolar bor edi. Juda murakkab davr bo'lgan va hazrat shu paytda o'zlarining jasoratlari bilan, ilm va bilimlari bilan mana shu mushkul vaziyatda musulmonlar birligini saqlashga, ularning sof e'tiqodini saqlashga, bizni hududlarimiz uchun an'anaviy bo'lgan shu hanafiylik, moturidiylik e'tiqodini mustahkamlashga o'z hissalarini qo'shganlar. Qarshilarida kim turishidan qat'iy nazar, ular bilan haqiqatni aytib, o'sha haq yo'lida o'z faoliyatlarini olib borganlar. Aynan Sovet ittifoqining qulashini arafasida hazratni oldilarida umuman musulmonlarning oldida ikkita katta muammo bor edi. Birinchi muammo bu dinsizlik tizimi 70 yil davom etgan dinsizlik tizimidan keyin nisbatan shu oshkoralik, qayta qurish davrida odamlar dinni o'rganish xohlardi. Lekin qayerdan o'rganishni bilmas edi.
manbalar ham ko'p emas edi. Ta'lim beradigan dargoh ikkita edi. Bittasi o'sha Buxoro shahridagi Mir Arab madrasasi, ikkinchisi 1971-yilda tashkil qilingan Toshkent islomiy instituti edi. Boshqa dargohlar yo'q edi. Ya'ni birinchi o'rinda insonlarning yot oqimlar ta'siriga tushib ketishini oldini olish maqsadida to'g'ri diniy bilimni tashkil qilish kerak edi. Diniy soha uchun malakali kadrlarni yetishtirish kerak edi. Ana shu maqsadlarga xizmat qilish uchun Hazrat o'sha davrlarda birinchilardan bo'lib diniy ta'lim dargohlarini ochadilar. Ya'ni bu ham o'sha paytda shu yot oqimlarga qarshi kurashdagi bir bilvosita metod edi, usul edi. Ya'ni o'sha davrda ko'rsak, o'sha 1991-yildan 93-yilgacha ham tashkil qilingan madrasalarni ko'rsak, o'sha paytda Namangan shahridagi Mulla Qirg'iz, hozir Hidoya deb nomlanadigan madrasamiz yoki bo'lmasam o'sha Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidagi Xo'ja Buxoriy, Nukusdagi Muhammad al-Beruniy, Xorazm viloyatidagi Imom Faxriddin Roziy nomidagi madrasalar. Shu yillarda Buxorodagi Jo'y Borikalon ayol qizlar madrasasi birinchi marta tashkil qilindi. Ana 93-yilda Hadicha Kubro ayol qizlar madrasasi tashkil qilindi. Ya'ni bu narsa shu soha uchun, diniy soha uchun malakali kadrlarni yetishtirib chiqarish va shu yot oqimlarni kirib kelishini oldini olishga qaratilgan edi. Aynan mana shu madrasalarning ochilishi shu shayx Albatta, hazratlarining Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining tashabbuslari va ularni sa'y harakatlari bilan bo'ldi o'sha paytlarda. Albatta, u yerda o'sha paytda hukumatimiz ham, davlatimiz ham bu narsani qo'llab-quvvatlagan, chunki xavf umumiy edi, tahdid umumiy edi va bu narsani bartaraf etishda davlat va diniy idora hamkorlikda faoliyat olib borgan. Demak, bu o'sha aytganimizdek turli xil yot oqimlarga qarshi kurashdagi bilvosita vosita edi. Shu bilan birga ikkinchi bir muammo o'sha yuqorida aytganingizdek, o'sha odamlar dinni o'rganyapti, turli oqimlar kirib kelyapti. Oqimlarga raddiya berish masalasi edi. Ulamolar ko'p bo'lgan haqiqatda. Sovet ittifoqi paytida ham masalan ulamolar yetishib chiqish to'xtamagan, katta ulamolar yetishib chiqqan. Lekin aynan o'sha yot oqimlarni g'oyalariga raddiya berish malakasi muammo edi baribir. O'sha siz eslab o'tgan sulh qilinadigan mashhur voqeani ham ahamiyat bersak, u yerda Hazrat o'sha ikkita tomonni jamlab boshida ularga tushuntirish berganlar. O'sha paytlarda o'sha tashqi omil ta'sirida turli xil hududlarimizda, masalan, Farg'ona vodiysida, Toshkent shahri, Toshkent viloyatida hozir biz salafiylik deb o'zini aytadigan, vahobiylar deb o'sha paytda aytadigan turli xil oqimlar paydo bo'lgan edi. Ular kelib shu yerda musulmonlar necha yuz yillardan beri an'anaviy amal qilib kelgan Hanafiylik mazhabini bidatga, noto'g'riga chiqarayotgan edi. O'zi mazhab tushunchasini noto'g'ri deyishayotgan edi. Moturdiylik e'tiqodini noto'g'ri, adashganlikda ayblashayotgan edi. Va bu narsada ularni shu da'volariga javob beradigan malakali mutaxassislar ham o'zi unchalik yetarli emas. Mana shu davrda Hazrat o'zlari chiqib, o'zlari shu raddiyalarni berishni boshladilar. Va hammani jamlab ularga tushuntirish ishlarini olib borishga harakat qildilar. Mazhab yo'q deyotganlarga mazhablarning ahamiyati haqida tarixan tushuntirib berganlar, erinmasdan tushuntirganlar. Aqidani ham erinmasdan tushuntirib chiqardilar. Demak, mana shu joyda juda muhim fitnalar qo'zib turgan paytda Hazratning sa'y harakatlari juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan, hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan desak bo'ladi. Va aynan ularning sa'y harakatlari bilan keyinchalik o'sha diniy savodxonlik ham oshirilishga, malakali kadrlarni ham tayyorlanish va pirovardida o'sha yot oqimlarni, g'oyalarni ham kamayishiga, pasaytirilishiga xizmat bo'lgan. Juda katta xizmat bo'lgan. Buni albatta e'tirof etishimiz kerak. Jasur aka, haqiqatda Hazratda o'sha paytdagi o'rinlar juda ham beqiyos bo'lgan. Endi bitta narsa savol kelib qoldi menga. Hazrat nega aynan ularni chaqirib o'sha ikki tomonni yuzma-yuz qilib o'rtada bahs munozara o'tkazganlar? Ya'ni bundan ko'zlangan maqsad nima edi? Balkim buni chaqirmasdan qanaqadir yozishmalar orqali yoki boshqa uchrashmasdan ham hal qilsa bo'ladigan masalalar edi. Chunki musulmonlar idorasi shunchaki fatvoni chiqarib qo'yib, bu masalalarga barham berish ham mumkin edi. Nima deb o'ylaysiz? Aynan Hazrat ularni chaqirib yuzma-yuz gaplashganliklarini mazmun mohiyati qanaqa? Nimada? Endi Hazrat juda ilmli odam edilar. Hazrat islom tarixini juda yaxshi bilar edilar. Va ilk islom davridagi fitnalardan kelib chiqqan xulosa edi bu. Chunki ilk islom davridagi fitnalarda ham fitnalar paydo bo'lgan paytda sahobalar birinchi o'rinda o'sha fitnachilar bilan chaqirib oddiy ilmiy bahs qilishgan. Har doim shunaqa bo'lgan. Hazrat Usmon davrlarida ham shunaqa bo'lgan. Hazrat Ali davrlarida ham shunaqa bo'lgan. O'sha mashhur o'sha xavorijlar degan, xorijiylar degan toifani paydo bo'lishini ham bir eslasak, ilk boshida ular bilan dialog qilingan.
ya'ni nima da'vo qilyapsizlar, nima xohlayapsizlar deyilgan. Ular bilan muzokaralar qilingan. Hattoki Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu Harura qishlog'iga borib, ular bilan bahslashib, nima da'volaringlar bor, har bir da'vosiga javob berganlar. Javob berganda qaytganlar qaytgan. Lekin keyinchalik shundan keyin ham qaytmaganda oxirgi chora sifatida keyin ularga qonuniy choralar ko'rilgan. Qat'iy jazo choralari qo'llanilgan. Hazrat ham shu metoddan foydalanganlar desak bo'ladi. Ya'ni ilk davrda o'sha odamlar bilan suhbatlashilgan, tushuntirilgan. O'zimizni ahli sunna val jamoani yo'li, nimaga qanday, nimaga mazhablar kerak, nimaga aqidaviy ta'limotlar kerakligi haqida tushuncha berilgan. Ularni qaytarishga harakat qilingan. Vahobiylar ham, Hizbut Tahrir ham, boshqa tashkilotlar ham hali noqonuniy emas edi. Hazrat tushuntirishlar berib, ularni to'g'ri yo'lga ilmiy asosda qaytarmoqchi bo'ldilar. Va unga erishganlar ham. Juda ko'pchilik o'sha paytda noto'g'ri tushunchaga adashib kirib qolganlar qaytgan. Keyinchalik katta xizmatlar qildi u insonlar ham, masalan. O'sha bosqich edi. Ya'ni uni ko'rishimiz mumkin. Islom tarixidan kelib chiqqan Hazratning o'sha paytdagi jarayonlarni yaxshi bilganliklari, chuqur diniy bilimlari va o'tkir farosatlarini bir belgisi desak bo'ladi. Hazratni hissalari yana juda katta hissalari, umuman O'zbekiston musulmonlari ichidagi bo'linishlarni ham oldin olishga katta hissa qo'shganlar. Aynan 91-yilda O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin bilamiz, mustaqil davlatlar o'ziga alohida muftiyatlar tashkil qilishdi. Ya'ni Markaziy Osiyo, O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar diniy idorasi tarkibidan, masalan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston diniy idoralari alohida ajrab chiqdi va bizda O'zbekiston musulmonlari idorasi bo'ldi. Lekin bu bilan ham to'xtab qolmagan edi o'sha paytdagi jarayonlar. Tadqiqotchilar o'zini tarixiy o'sha paytdagi voqealar haqida kelganda, hattoki O'zbekistondagi hududlarda ham alohida muftiyatlar tashkil qilish tashabbuslari bo'lgan. Juda dolzarb tashabbuslar, juda xavfli jarayonlar bo'lgan. Masalan, Toshkent viloyatida, boshqa viloyatlarda alohida muftiyatlar tashkil qilishmoqchi bo'lgan. Muftiylarni saylovlarni o'tkazishmoqchi bo'lishgan. Lekin ular shu paytda Hazrat davlatimizni qo'llab-quvvatlashi bilan birga kelishgan holda juda kuchli siyosatni olib borib, musulmonlar idorasini bo'linib ketishi va pirovardida O'zbekiston musulmonlarini har xil guruhlarga bo'linib ketishini oldini olishgan. Juda murosasiz harakat qilishgan. Bu Hazratni qo'shgan juda katta hissalardan biri hisoblanadi. Ya'ni musulmonlar idorasini parchalanib ketishi, ko'plab muftiyatlar tashkil qilinib ketishini oldini olganlar. Bu juda katta hissa bo'lgan. Yana shu yerda bir qo'shimcha qilish mumkinki, yuqorida ta'kidlangandek, aynan Hazrat davrida Hanafiy Moturidiylik ta'limotida bizda kuchli zabardast olimlar bo'lgan. Masalan, Farg'ona vodiysida va shu bilan bir qatorda Surxondaryo vohalarida kuchli domla Hindistoniyni shogirdlari bo'lgan. Lekin ular tadris bilan, ya'ni dars berish bilan shug'ullangan va ular ya'ni boshqaruv malakasiga ega bo'lmagan. Lekin Hazratda ulardan farqli jihat, Hazratda ilm bo'lish bilan bir qatorda u kishida xalqaro tajriba va shu bilan bir qatorda boshqaruv tajribasi, uzoqni ko'ra bilish tajribasi va voqea va hodisalardan demak to'g'ri xulosa chiqara olish va musulmonlarni birlashtirish zarurati u kishini demak shu darajada matonat bilan va qat'iyatli bilan ish qilishga undagan. Lekin Hazratni bu faoliyatlari ayrim insonlar, masalan Hanafiy Moturidiydagi ayrim insonlar tushunmagan holatlar bo'lgan. Lekin bular barchasi uzoqni ko'ra bilmaslikdan yoki boshqaruv holatini tushunmaslikdan. Man yuridulloh bihi xayran yufaqqihu fid din deydi-yu. Ya'ni kimga Alloh taolo yaxshilik ravo ko'rsa, unda dinda faqih qo'yadi deganni ustozlarimiz aytardi. Bu fiqh ilmini biladigan emas, balki voqea va hodisadan kelib chiqib turib, din bugun mana bu holatda nimani ustun deb biladi, o'shani anglaydigan qilib qo'yadi. Hazratda shu narsa bor edi. Shu iqtidor berilgandi, shu iste'dod Alloh tomonidan berilgandi va buni orqasida albatta dadalarini duolari va Hazratni o'zining harakatlari natijasida haqiqatda yuqoridagi aytilgandek turli xildagi yurtimizda bo'linishlar, tafriqalar oldi keskinlik bilan Hazratni qat'iyatlari bilan olindi. Va yurtimizda ana shu davrda masalan tadqiqotchilar aytadi, Hanafiylikni tanlaymizmi, Moturidiylikni tanlaymizmi yoki qaysini tanlaymiz degan muammolar bo'lganda, chunki ya'ni sohani tushunmaydigan vakillar orasida. Shunda yo'q, Hanafiylik bilan Moturidiylikni tanlaymiz.
Chunki manbalar barchasi an'anaviy bizni ota bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan mazhabni inkor qiladi, ta'limotni inkor qiladi deb shu vaqtda hukumatga taqdim qilingan. Va bu yerda hazratni bilvosita rollari yoki u kishini sa'y harakatlari bor. Va yana masalaga bir jihatdan qo'shimcha qiladigan bo'lsak, hazrat boshqaruv bilan bir qatorda jamiyatni ilmiy saviyasini ko'tarish bunday muammolarni oldini oladi degan g'oyada yashaganlar. Ana shu davrda ham kitob yozishni qo'ymaganlar va shu bilan bir qatorda to'g'ri yo'lni yetkazish yo'lida sa'y harakat qilganlar. Ya'ni namuna bo'lib bera olganlar har bir jihatdan. Shuning uchun u kishini katta olimlar ham e'tirof etgan. Va shu nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyodagi olimlar u kishini haligi xolisona sa'y harakatini e'tirof etib, u kishini yuksak ehtiromlar bilan ulug'laganlar. Haqiqatda Abdulatif domla so'zingizni mana nihoyasidan bir ajoyib fikrlarni aytdingiz. Ya'ni hazrat mana shunday o'sha siyosiy vaziyatlarda ham, ya'ni Sovet ittifoqi tugatilib, mana O'zbekiston mustaqillikka erishayotgan paytda hazrat endi turli xil jarayonlar bilan mashg'ul bo'lganlar. Xohlasin, xohlamasin baribir siyosiy holat, bu yerdagi diniy odamlarni fikri, mafkurasi har xil bo'lish, har xil g'oyalar kirib kelayotgan vaqtda ham, ya'ni ilm yozish, kitob yozishni, ya'ni ilm fan bilan shug'ullanishni tark etmaganlar. Keling, ya'ni hazratni mana shu davrda, ya'ni bizi xalqimiz o'zligidan uzoqlashtirilgan davrda, ya'ni hazrat o'sha sof islom aqidasini tushuntirish yo'lida, ya'ni Moturidiy ta'limotini xalqqa yetkazish yo'lida qanday xizmatlar ko'rsatganlar? Mana shularga alohida to'xtalib o'tsak. Hazratni hayot yo'llariga va shu bilan bir qatorda sof islom ta'limotini asrab avaylashga bo'lgan u kishini muhabbati, g'ayrati u kishini kitoblardagi shiorlarda ham aks etgan. Masalan, ahli sunna val jamoa mazhabining pok aqidasi va musaffo islomga intilish. Shu shiorlarning bir qismini oladigan bo'lsak, mana shu qismida juda katta g'oya ko'tarilgan. Ya'ni islom dinining pok aqidasini asrab avaylashlik va sof islomga intilish. Haqiqatda hazrat yashab o'tgan davrda butun dunyoda, nafaqat O'zbekistonda, arab olamlarida ham demak turli xildagi tafriqachilik avj olgan edi va e'tiqodiy sarkashlik va fiqhiy mazhablarga bo'ysunmaslik yoki tasavvufni, axloqni, masalan ruhiy tarbiyani takfirga chiqarish g'oyalari juda avj olgandi. Hazrat mana shunga qarshi yurtimizda juda katta ishlarni olib bordilar. Birinchi biz eslaydigan bo'lsak, mana shu Liviyada yurgan vaqtlarida hazratni oldilarida yurgan shogirdlari biz gaplashganimizda eslab aytib berishadi. Hazrat shunda tinmay hadis va hayotni yozardi. Shunda biz aytardik, hazrat, siz Liviyada yurgan bo'lsangiz, qanday qilib bu asar chiqadi? Qanday o'zbek xalqiga yetib boradi? Shunda u kishi aytardilar, biz yozaveraylik, xizmat qilaylik, Alloh chiqarish Alloh taolodan. Xalqqa yetkazish Alloh taolodan. G'ayrat esa bizdan deb ana shunday vaziyatda ham xalqni dardi bilan va xalqqa demak sog'lom e'tiqodni yetkazish. Chunki hazratni kitoblariga nazar soladigan bo'lsangiz, masalan, Hidoyat imomi degan Imom Moturidiy haqida kitob yozdi. Bu keyingi davrda yozilgan kitoblar. Dast avval hazrat sog'lom e'tiqodga asosan urg'uni berganlar. Ya'ni masalan sunniy aqidalar kitobini yozdilar. Undan oldinroq masalan ixtilof va sabablar, yechimlar kitobini yozdilar yoki ixtiloflar haqidagi kitoblar yozdilar. Din nasihatdir degan kitoblar yozdilar. Va e'tiqod ilmi va turli masalalar mavzusida kitob yozdilar. Bu dastlab yozilgan kitoblar sog'lom e'tiqodni xalqqa tanishtirish. Yuqorida aytilgandek, bu xalq uzoq turg'unlik davridan keyin endi ularga islom dinini, ota bobosining dinini o'rganish imkoniyati berilgandi. Lekin kitoblar yo'q edi. Va buni xalqchil tilda tushuntirib beradigan ustozlar ham yo'q edi. Chunki ustozlarning aksariyati u davrda ana shu 9-10, 11 asrda yozilgan kitoblarni o'qib dinini o'rgangan, lekin mustaqillik davrida xalqning adabiyoti, xalqni nima tushunchasi u terminlarni qabul qila olmasdi. Hazrat esa aynan adiblarni atrofiga to'plagan holatda dinni xalqchil tarzda bunday kitoblar orqali tushuntirib berishga intildilar. Ya'ni sodda, ravon tilda tushuntirib berishga intildilar. Va bundan keyin o'zligimizni tanitish maqsadida bu ta'limotni asrab avaylab kelgan imomlarni hayotini ham
yoritib berilgan. Masalan, Hidoyat imomida Imom Moturidiyning hayot ijodi yoritib berilgan. Uning ichida ilmiylik bilan bir qatorda ibratlik hayot yo'llari aks etgan. Yoki Samarqandning sara ulamolari deganimizda, masalan, u yerda Taftazoniyga tegishli juda ta'sirchan rivoyatlarni aks ettirgan holatda bayon qilib berilgan. Bu yerda bir e'tiborli jihat, Hazratda g'am bo'lgan. Nima g'am? Bu dinni g'ami bo'lgan. Har qanday vaziyatda unumli foydalanish. Masalan, samolyotda ketayotganda ham yoki bo'lmasa uyda bo'lganda ham har doim kitob yozish yoki bo'lmasa audio qilish. Bunday demak g'am bilan yashagan inson atrofida to'plangan shogirdlariga ham ta'siri bo'ladi albatta. Chunki ustoz kecha-yu kunduz uxlamayapti. Nima g'amida? Din g'amida uxlamayapti va xalqniga sog'lom e'tiqodni yetkazish g'amida uxlamayapti. Va shu bilan bir qatorda Hazrat xalq bilan masalan masjidlarda, Ramazon oyida masjidlarda uchrashga alohida fursat tayin qiladi va shu fursatning ichida boshqa kitob yozish bilan shug'ullanardilar-da. Ya'ni turli ishlarni bir vaqtda bajarardi. Doktor Abdullahi degan vali zot aytadiki, inson deydi, ongiga fikriga kelgan yaxshi o'ylarni, yaxshi fikrlarni tezdan amal qilishga o'tmasa deydi, u yaxshi fikrlar, yaxshi o'ylar keyingi safar kelmaydi deydi. Nima uchun desa, chunki inson ongiga kelayotgan yaxshi fikr, yaxshi o'ylar bu Allohning mehmoni deydi. U mehmonni kutib olish tezdan unga amal qilish bilan bo'ladi deydi. Siz uyingizga kelgan mehmonni yaxshi kutib olmasangiz, ikkinchi safar kelmaydi deydi. Hazratda shu qobiliyat bor edi. Har bitta yaxshi niyat keldimi, tezda uni amalga oshirish kerak. Fursatdan foydalanib qolish kerak degan g'amda yashardi. Shuning uchun u kishini ilmiy meroslariga qaraydigan bo'lsak ham, aqida sohasida, aynan Imom Moturidiylik ta'limotini xalqqa yetkazish borasida juda salmoqli hissa qo'shdilar. Kitob tarzida ham, audio, video tarzda ham, kitoblar masalan sunniy aqidalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak yoki Hidoyat imomi yoki Din nasihatdir degan kitoblarga yoki Hadis va hayotni ikkinchi jildi islom va iymonga bag'ishlangan. Unga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz ham shu hadislar asosida aqidani yoritib berishga alohida e'tibor qaratganlar. Umuman xulosa qilib aqida sohasidagi xizmatlariga olib qaraydigan bo'lsak, Hazratni g'ami aynan shu an'anaviy bo'lib kelayotgan, ota bobolarimizdan kelayotgan Moturidiylik ta'limotini xalqimizga asrab avaylab yetkazib berish va ular bugungi sharoitda tushunadigan tilda yetkazib berishga alohida qunt qilganlar, alohida e'tibor qaratganlar. Shuning uchun ham xalqni nazarida u kishini bu kitoblari va bu xizmatlari manzur bo'lgan. Va yana bir so'z bor. Olimlar aytadiki, agar bir insonning xizmati deydi Allohning huzurida maqbul bo'lsa deydi, avval u inson Allohning huzurida mahbub bo'ladi. Keyin farishtalarga tushadi uning mahbubligi. Keyin undan keyin yerga tushadi. Hazratni faoliyatini qaraydigan bo'lsangiz ham shu narsani ko'rasiz. Ya'ni umrlarining oxirida butun jamiyat u kishini nima qildi? Sevib qoldi, yaxshi ko'rib qoldi. Yaxshi ko'rishlik tepadan kelyapti. Agar ish teskarisiga bo'ladigan bo'lsa deydi, u maqbuliyatni alomati emas deydi. Ya'ni pastdan boshlanib tepaga chiqadigan bo'lsa, bu maqbuliyatning alomati emas deydi. Hazratda shu maqbuliyatlik ko'ringan. Tepadan boshlab sekin umrini oxirlarini qaraydigan bo'lsak, butun jamiyat, nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni davlatlar ham u kishining ma'ruzalarini, kitoblarini nashr qilaylik, u kitoblarni eshitaylik, sog'lom e'tiqodni biz xalqimizga Hazrat kitoblari orqali olib kiraylik. Qo'shni davlatlar, hattoki Rossiyada rus tilida tarjima qilinishligi. Bular barchasi Hazratni, demak, xolis xizmatlarini samarasi hisoblanadi. Darhaqiqat o'sha Hazratni yuqorida aytganingizdek aqida sohasidagi xizmatlari juda ham salmoqli bo'lgan, keng ko'lamli bo'lgan va albatta bu Hazratni umuman faoliyatlari, turmush sharoitlari, ilmiy faoliyatlari keyingi avlodga, yoshlarga, talab ilmlarga, diniy soha xodimlariga, imom xatiblarga, tadqiqotchilarga haqiqiy o'rnak. Haqiqatda yuqorida aytdingiz, bo'sh vaqt qolmasdi. Hazrat faqat yozish, ya'ni doim xizmatda ilm bilan mashg'ul bo'lganlar Hazrat va albatta bu o'rnak. Haqiqatda Hazratni asarlari orasida mana yuqorida ham aytdingiz, ixtiloflar, sabablar, yechimlar asarlari ham juda ham xalqimiz o'rtasida qo'lma-qo'l bo'lgan, sevib o'qilgan kitoblardan bittasi. Jasur aka, Hazratni o'z umuman ilmiy faoliyatlari, asarlari jamiyatdagi ixtiloflarni barham qilishda qanchalik ahamiyatli va qanchalik muhim rol o'ynagan? Hazrat haqiqatda juda to'g'ri ta'kidladingiz. Umuman butun faoliyatlari o'zi jamiyatda barqarorlikni ta'minlash, musulmonlarni o'sha haqiqiy vasatiy deb atalgan shu o'rtamiyona, mo'tadil islom ta'limoti asosida
amal qilishlariga xizmat qilishga qaratilgan edi. Ularning xizmatlari endi juda katta beqiyos shu asarlari asosida, amaliy faoliyatlari asosida ko'ringan. Yuqorida aytib o'tgan kitoblaringiz, Hazrat doimo jamiyat bilan hamnafas bo'lganlar va jamiyatda qanday muammo chiqsa o'zi o'shanga qarab kitob yozganlar yoki ma'ruzalar qilganlar, audiolar qilganlar yoki o'sha zikr ahlidan so'rang turkumida savol-javoblar tashkil qilib, o'sha savolga javobni berib qo'yganlar. Ya'ni odamlar chalg'ib ketayotgan paytda, qandaydir noto'g'ri oqimlarni ta'siriga tushib qolayotgan paytda darrov bunga reaksiya qilganlar. Xuddi shu aytayotganimiz ixtiloflar, sabablar, yechimlar kitobi ham shu turkumga kiradi. O'zi bu kitob boshida ixtiloflar haqida deb kichkina risola sifatida boshlangan. Eslasak, ixtiloflar haqida deb yozganlar. O paytda biz talaba edik. O'qib o'sha paytda ko'p narsalarni tushunib yetganmiz. Shu kichkina risolada. Keyinchalik u kitobni kattaroq hajmda qilib, batafsil o'sha mazhabsizman deydiganlarga, hattoki o'sha paytda ko'rinayotgan mayda ko'ringan masalan ominni jahriy aytish, raful yadayn qilish, ya'ni qo'lni ko'tarish, ayollarga o'xshab namoz o'qish kabi masalalarga batafsil to'xtalib, ularga kelgan savollar, ularni xatolarini ochib berishga harakat qilgan va eng qizig'i xalqchil uslubda ochib berganlar. Odamlar shundoq tushunadigan qilib berganlar. Yoki bo'lmasam Hizbut Tahrir deb o'zini ataydigan tashkilot faoliyati kengayib ketgan paytda din nasihatdir degan kitobni yozdilar. Ana shu yerda Hizbut Tahrirni adashgan joylarini batafsil ochib berdilar. Ana o'shalar Hizbut Tahrir har xil g'oyalar bilan islomda xalifalik, shunga o'xshagan g'oyalar bilan odamlarni miyasiga kirib borishga harakat qilayotgan paytda Hazrat yo'q, chalg'imanglar, mana bu o'zi haqiqati buni. Asl islom mana bunaqa deb ko'rsatib berdilar. Har xil radikalizm kuchayib, mutaassiblik kuchayib ketayotgan paytda Vasatiyya hayot yo'li degan kitobni yozdilar. Ya'ni Vasatiyya, o'rtamiyonalik hayot yo'li, ya'ni musulmonning yo'li shu deb ko'rsatib berdilar. Va musulmon qanaqa vasatiylik nima o'zi? Qanday qilsak bir to'g'ri musulmon bo'lamiz? Hech kimni yomon ko'rmaslik, boshqaning e'tiqod vakillarini ham yomon ko'rmaslik, o'zidan boshqa g'oya vakillarini ham yomon ko'rmaslik, insonni o'zi yomon ko'rmaslik kabi g'oyalarni o'rgatishga juda katta xizmat qildilar. Bundan tashqari masalan o'sha Abdulatif aka ham aytdilar, o'sha iymon haqida yozgan kitoblari bular bilvosita turli xil yot oqimlariga bir raddiya edi. Haqiqiy to'g'ri iymonni, to'g'ri narsani ko'rsatib berish orqali ular noto'g'ri narsani o'zi shundoq ham insonlar qabul qilmasligiga erishishni maqsad qilib qo'ygan edilar. Hazrat haqiqiy musulmon zamonaviy bo'ladi, zamon bilan hamnafas bo'ladi degan masalalarga qattiq qaraganlar. Mana oddiy qolsak, masalan, internet hali rivojlanmagan paytda Hazrat birinchilardan bo'lib internet texnologiyalariga kirib bordilar. Islom.uz portalini tashkil qilinishi va uni tarkibida juda ham ko'plab saytlar, masalan, savolga musulmon dini haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsa, kirib olishi mumkin bo'lgan darajada katta bir xizmat qilindi. U yerda birinchi bo'lib elektron savol-javoblarni yo'lga qo'yilgan edi. Zikr ahlidan so'rang. Turkumida savol-javoblarni yo'lga qo'yilganligi. Ya'ni kimdir ichida qanaqadir fitna paydo bo'lib qolsa, darrov javob olsin degan maqsadda bunaqa tizimlarni yo'lga qo'ydilar va bu orqali ham o'sha davrda masalan endi qaysidir oqimga qiziqayotgan odam Hazratdan so'rab, o'shani javobini olib, to'g'ri yo'lga qaytishiga xizmat qildilar. Bu juda katta xizmat edi aslida. Va Hazrat bu orqali jamiyatdagi muammolarni doimo eshitib, o'sha Abdulaziz domla aytdilar, din qayg'usi bor edi. Ularda jamiyat, vatan, millat qayg'usi, ya'ni din qayg'usidan kelib chiqqan holda bular ham kuchli edi. Islomda atrof muhit haqida kitob yozdilar. Hozirgidagi muammolar yuzaga kelishini bilib ijtimoiy odoblar degan kitob yozdilar. Bu yerda o'sha paytda telefon odobi haqida yozdilar. Internet odobi haqida yozdilar. Yo'l harakat qoidalarini odoblari haqida yozdilar va bu ham musulmon yo'l harakat qoidalariga amal qilish kerak, jamiyatning bir bo'lagi deb uni ko'rsatib berishga harakat qildi. Bu juda katta hissa edi. Hazrat o'sha zamonaviy musulmon, zamonaviy ulamo qanaqa bo'lish kerakligini o'z shaxsiyatlarida ko'rsatib berishga harakat qilardilar. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanardilar, odamlarning foydasi uchun bo'ladigan hamma narsadan foydalanardilar. Sport bilan shug'ullanishni targ'ib qilardilar, sog'lom hayotni targ'ib qilardilar. Texnologiyalardan foydalanish, ya'ni musulmon qoloq bo'lmaslik kerak, zamon bilan bir xil bo'lish kerak degan narsani doim targ'ib qilgan shaxslar o'z shaxslari orqali ko'rsatib berganlar. Shu orqali shogirdlar shunday bo'lgan, asarlarni o'qiganlar shu yo'lda bo'lgan va juda katta mana shu xizmat amalga oshirilgan.
Bu narsalarni unutmaslik. Hazrat mana Abdulatif domla aytdilar, o'sha asarlari chet tillarga tarjima qilingan, rus butun MDH hududida endi avtoritet, Hazrat diniy avtoritet. Butun MDH hududida qayerga borsa ham Hazrat desa hamma tan beradi. MDH hududida, endi jahonda ham shu. Lekin MDH hududida mutlaq avtoritet, diniy avtoritet bo'lganlar. Masalan, chunki hissa katta bo'lgan haqiqatda. Masalan, Chechenistondagi voqealarni eslasak, chunki Chechenistonda tinchlik, istiqror bo'lishiga juda katta hissa qo'shganlar. Buni chechen xalqi ham e'tirof etadi. Ular qanaqadir noto'g'ri g'oyalar, mutaassiblik, radikal ekstremizm, terrorizm domiga tushib qolib, shuni haqiqat deb o'ylab yurgan bir paytda Hazrat buni haqiqat emas ekanligini, islom boshqa ekanligini tushuntirib berishga harakat qilganlar va tushuntirib berganlar ham. Shuning uchun ham hozirgi kunda ham masalan Hazratning nomlari butun MDHda juda katta obro'ga ega, mutlaq avtoritet hisoblanadilar. Yana shu yerda bir ajoyib Hazrat bilan bo'lgan voqealar. Aynan Hazratga xalqdan turli savollar kelardi va ijtimoiy muammolar ham kelardi va shu bilan bir qatorda tafriqa, guruhga bo'linishlik, guruhbozlik hamma jihatdan, aqidaviy jihatdan bo'lsin, tasavvufiy jihatdan bo'lsin, fiqhiy jihatdan bo'lsin, hadis sohasida bo'lsin, Qur'on sohasida bo'lsin, hamma muammolar u kishiga uyda o'tirib hamma muammolar, jamiyatdagi muammolarni bilib turardi. Va bizga aytardilar masalan, Sharqda arab bahori bo'lganda, aynan O'zbekistonda ham shunaqa harakatlar bo'layotganligi qaysi bir nimalarda Hazratga u narsa yetardi. Hazrat u narsalarni demak muammolarni hal qilishga harakat qilardilar har bir jihatdan. Aynan shunday nimalardan biri O'rikzor tarafida deydi, tasavvufdagi turli bir g'oyalar chiqib qolibdi deydi, oralab qolibdi deydi. Menga savol bo'lib keldi deydi. Va shunga bu narsa tasavvuf emas, haqiqiy tasavvuf, sog'lom tasavvuf mana bu bo'ladi deb ko'rsatib berdim deydi. Qarang, mana shu Hazrat shu muammo kelganda, shu muammoga internet saytlari orqali kelgan savollarga shu javob berishligi xalqni sukunat bilan, tinchlik bilan, ishonch bilan qabul qilishligi, o'sha javobni qabul qilishligi zamin bo'lgan. Nega? Chunki xalqimiz Hazratga ishongan, hamma ilmiga ishongan. Chunki u kishini dunyo e'tirof etgan olim edi. Hazrat aytganlar bu gapni desa, shu adashib ketayotgan yoki adashish yoqasida turgan inson ham yo'q bo'ldi bu xato ekan deb tiyilardi. Shu Hazratni bunday yuqorida aytilgandek avtoriteti haqiqatda jamiyatimizda turli xildagi aqidaviy yoki bo'lmasa aqidaparast oqimlarni o'sha davrda urchib ketishiga ancha oldin olgan. Katta salmoqli oldin olgan. Chunki buni hamma bilgan, e'tirof qilgan. Vodiyda bo'lsin yoki bo'lmasa Toshkentda bo'lsin yoki bo'lmasa vohada bo'lsin, aynan salafiylik bo'lsin yoki bo'lmasa Qur'oniylar bo'lsin, Hazratga bu narsa borasida savollar keladigan bo'lsa, u kishi ana shu tumanlarda, vodiylarda yoki qishloqlarda chiqqan muammolarni bilardilar, borgan joyda o'sha muammoni bo'yicha gapirardilar va o'sha hal bo'lardi. Shuning uchun ham jamiyatimiz Hazratni juda yaxshi ko'rgan. Chunki xalqni jipslashtirish yo'lidagi harakati va u kishini demak parokandalikdan xalqni asrash yo'lidagi sa'y harakatlari o'z samarasini bergan. Va u kishini shogirdlari ham bu yo'lda tarbiyalangan. Bir narsa ana shunda eslayman, Hazratni atrofidagi shogirdlari haligi maqola yozishga yoki kitob tarjima qilishga haligi o'sha vaqtda bilardik, jur'at yetishmadi-da. Lekin ilmi yaxshi, saviyasi kuchli, lekin maqola yozishga, kitob yozishga jur'at yetishmadi. Shunda Hazrat aytardiki, qachongacha men bitta odam yozadi derdi. Qachongacha bitta odam yozadi? Hammanglarga mavzu bo'lib bergan. Hammanglar mana mavzularda maqola yozib kelinglar. Va shu vaqtda o'zlarini shogirdlarini aqida sohasida, fiqh sohasida maqola yozishga undaganlar. Eng qizig'i, o'sha maqolani keyingi safar darsda eshitardi. Va o'sha maqolani pishirtirib, fiqh o'ziga qo'ydirardi yoki islom o'ziga qo'ydirardi. Haligi maqolani yaxshi chiqqanligini, ko'pchilik o'qiganligini, falonchi domlaning maqolasiga tashakkur aytib yubordi deb turib, bir oydan keyin, 2 oydan keyin maqtab qo'yardi. Qo'llab-quvvatlaydi. Natijada haligi odam keyinchalik kitob yozib olgan ko'p shogirdlar. Mana shundan keyin Hazratning shogirdlariga qaraydigan bo'lsangiz, kitob yozishda, maqola yozishda Hazratni ta'siri juda katta bo'lgan. Juda ham ajoyib ma'lumotlar aytdilar. Demak, Hazratni xizmatlari keng ko'lamli bo'lgan ekanda. Ya'ni faqatgina o'sha diniy ma'noda, diniy e'tiqodda adashganlarga qarshi kurashish emas, balkim jamiyatdagi muammolar, ya'ni ijtimoiy muammolarni
hal etishda ham hazratni xizmatlari katta bo'lgan. Mana misol uchun mana Baxtiyor oila kitobi. Baxtiyor oila. Ya'ni hazrat qayerga borsalar, ya'ni ko'proq o'sha nikoh to'ylarida ma'ruza qilarlar. Oilani ahamiyati, jamiyatni nima deydi, kelajagi uchun oila muhimligi, er-xotin o'rtasidagi munosabatlar. Ya'ni Baxtiyor oila kitobini o'qigan odam biladiki, demak hazratni qanchalik qayg'urganlar. Mana hozir Yevropalarda, rivojlangan mamlakatlarning, Yaponiyani olib qarang, Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lsin, boshqa rivojlangan mamlakatlardagi demografiya misol uchun, aholini keskin qisqarishi. Ya'ni oila institutini yo'q bo'lib ketishiga, vaqtida davosini bera olgan donishmand bo'lganlar hazrat haqiqatda. Ochiq xat kitobi. Ochiq xat kitobi yuqoridagi o'sha gaplaringizga ham yaqqol misol, o'rnida, vaqtida javob bera olganlar, kechiktirmaganlar. Aynan o'sha IShID chiqqan paytda, Iroq Shom Islom davlati o'sha ekstremistik toifa oqim chiqqan paytda, o'rnida o'sha vaqtda, o'sha bir oyning ichida butun ulamolarni o'sha bu oqim islomga zid ekanligini yoritib beruvchi bir kitob yozdilar va o'sha kitobni nashr qildilar bir oyning ichida. Ya'ni o'sha vaqtda o'zida, ya'ni barham bera oladigan darajadagi yetuk donishmand inson desak bo'ladi. Haqiqatan donishmand degani hakim, arab tilida hakim, donishmand inson edilar va bu zotning o'sha faoliyatlari, xizmatlari haqiqatda o'rnak, namuna. Jasur aka mana shu yerda endi hazratni vafotlaridan keyin yangi O'zbekistonda hazratga bo'lgan munosabat, hazratni ilmiy merosiga bo'lgan munosabat haqida ham alohida to'xtalib o'tsak, o'sha chunki bizni kuzatib turgan insonlar hazratga bo'lgan munosabat, ya'ni u kishining ilmiy merosini yana jonlantirish, ya'ni uni davom ettirish bo'yicha davlatimiz tomonidan qanday ishlar olib borilmoqda? Albatta, darhaqiqat 2016-yildan keyin davlatimiz tomonidan hazratni ilmiy meroslarini o'rganishga e'tibor yanada kuchaydi. Davlatimiz rahbari tomonidan shaxsan o'zlari bunga e'tibor berib, o'sha birinchi bo'lib o'sha hazratni meroslarini e'tirof etdilar. O'zlarining chiqishlarida ochiqchasiga televideniyada chiqib e'tirof etdilar. Va o'zlari shaxsan tashabbus qilib, o'sha hazratni vafotlari, umuman hayot yo'llariga bag'ishlangan filmlar suratga olinib, telekanallar orqali keng namoyish etildi. Va davlatimiz rahbari o'zlarining tashabbuslari bilan mana shu yerda o'sha Chilonzor tumanidagi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf majmuasini, masjid majmuasini qurilishi, obodonlashtirilishiga o'zlari bosh-qosh bo'ldilar, qurilish jarayonlariga borib ko'rdilar va bu juda katta bir signal ediki, ya'ni davlatimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni qilgan xizmatlarini e'tirof etadi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni qilgan xizmatlari nafaqat musulmonlar uchun, balki butun davlat uchun ham foydali xizmat bo'lgan ekanligi e'tirof etildi. Va bu juda katta e'tirof edi. Haqiqatda Shayx hazratlari kerak o'rinlarda o'zlari qo'ldan kelgancha davlatimizni siyosatini, ijobiy islohotlarni qo'llab-quvvatlaganlar o'z davrlarida. Masalan, keksalarni qadrlash yili deb e'lon qilinganda islomda keksalar qadri degan kitob yozganlar. Yoki sog'lom bola yili deb e'lon qilinganda islomda sog'lom bola degan kitob yozganlar. Demak, shunga moslab qo'llab-quvvatlab o'z hissalarini qo'shishga harakat qilganlar. Ular rasmiy xodim bo'lmaganlar, hech qayerda rasman ishlamaganlar. Lekin shunday bo'lsa ham o'zlarining hissalarini qo'shishga, ya'ni men shu davlatda yashayapman, shu jamiyatda yashayapmanmi, musulmon shunaqa bo'ladi deb ko'rsatib, o'z hissalarini qo'shganlar. O'sha siyosatni ham, ijobiy ishlarni qo'llab-quvvatlab bir kitob yozganlar, maqola chiqarganlar, videolar chiqarganlar. Har doim duolarini eslasak, o'sha Ramazonlardagi jonajon vatanimiz doim omon bo'lsin deb duo qilardilar. Doim jonajon vatanimizni asragin deb Alloh taolodan doim so'raganlar. Demak, bu katta hissa qo'shganlar va mana shu yangi O'zbekistonda o'sha Shayx Muhammad Sodiq Muhammad hazratlarini meroslari yanada qadrlanib, davlatimiz rahbarining o'zlarining tashabbuslari bilan mana bilamiz, o'tgan yili hazratni xotiralari eslanib, hazratga Imom Buxoriy, oliy darajadagi Imom Buxoriy ordeni taqdim qilindi. Bu oliy darajadagi orden o'zi davlat rahbarlariga, juda katta odamlarga beriladigan orden, lekin prezidentimiz ularni qilgan hissalari butun davlatimiz darajasidagi hissa edi. Butun MDH darajasidagi hissa ekanligini e'tirof etgan holda bu ishlarni amalga oshirdilar. Hazrat tomonidan tashkil etib ketilgan nashriyotlar faoliyat olib boryapti. Kitoblari hali ham chiqyapti. Xalqimiz hali ham sevyapti. Ya'ni bu insonning merosi, xuddi biz mana Imom Moturdiylarni hozir qanaqa eslasak yoki buyuk ajdodlarimizni qanaqa eslasak, menimcha shu
asrlar o'tib ham shunaqa eslanadilar bu kishi. Chunki qo'shgan hissalari kam emas. Ya'ni mintaqamiz uchun, davlatimiz uchun qo'shgan hissalari kam emas. Ayniqsa juda qiyin davrda bu hissa qo'shildida. Imom Moturidiy nima uchun eslaymiz? Imom Moturidiy ham juda qiyin davrda, ya'ni musulmonlar boshi fitnada bo'lib turgan paytda o'sha fitnalardan olib chiqib Imomul Huda bo'ldilar-da. Hidoyat imomi bo'ldilar. Ya'ni to'g'ri yo'lni imomi. To'g'ri yo'lni ko'rsatdilar. Mu'tazilalar, Jabariylar, Jahmiylar, yana har xil oqimlar har tomonga tortayotgan paytda ana shu paytda chiqib yo'q deb raddiya berdilar. Hazratni davrlari ham shu edi, mana yuqorida boshida aytdik. Bir tomondan dinsizlik, bir tomondan turli oqimlar, bir tomondan ilmsizlik, bir tomondan bo'linishlar, tafriqalar bo'layotgan bir paytda Hazrat chiqib yo'q, bunday bo'ladi dedilar. Hattoki ba'zi bir sabablarga ko'ra yurtdan chiqib ketishga sabab bo'lgan paytlarda ham boshqa yurtlarda yashashga to'g'ri kelgan paytda ham bir marta ham vatanlar haqida yomon gapirmadilar-da. Masalan, odam hozir sal xafa bo'lib qolsa chiqib tanqid qilib tashlaydi, alamdan qiladi-ku. Lekin Hazrat 7 yil, 8 yil chet elda yurdilar, lekin bir marta ham vatanlari haqida yomon gapirmadilar, maqola chiqarmadilar, qanaqadir intervyular bermadilar. Va bu ularni vatanlariga bo'lgan muhabbatlari. Ya'ni fitna qo'zg'atmaslik kerak. Ya'ni menga nisbatan bo'ldi degani bu hamma musulmonlarga bo'ldi degani emas degan ma'noda bir to'g'ri pozitsiyalarini ko'rsatib berardi-da Hazratni. Shuning uchun ham ularni hissalari buyuk. Shuning uchun ham baribir oxirida e'tirof katta bo'ldi. Mana davlatimiz rahbari tomonidan bu e'tirof juda katta e'tirof. Hozirda ham qayerda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Hazratlari deyilsa, hamma joyda davlatimiz miqyosida ham bu juda ham hurmat, e'tibor hisoblanadi. Oilalariga ham hozir shundaqa hurmat, e'tibor ko'rsatilishda davom etyapti. Majmualariga shunaqa hurmat, e'tibor ko'rsatishda davom etilyapti va bu albatta Yangi O'zbekistonda bo'layotgan bu islohotlarni bir eng ijobiy jihatlaridan biri, eng katta samaralaridan biri desak bo'ladi. Albatta mana shunday ulug' zotlar yurtimizda yashab o'tishdi. Ayniqsa mana shu Sovet davrida yashab, tug'ilib, qiyinchiligini ko'rgan insonlarni duosi o'laroq mana aynan yurtimizda 2020-yil Imom Moturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tashkil qilindi. Bu ham Abdulatif domla o'sha Hazratni duolari, Hazratni harakatlari. Agar Hazrat hayot bo'lganlarida ushbu markazni ochilganidan bag'oyat xursand bo'lardilar. Men eshitishimcha, yana Abdulatif domla siz o'zi yaxshiroq bilasiz, Hazrat o'zlarining shogirdlariga ham ko'p gapirgan ekanlar. Aynan Imom Moturidiyning Kitobi Tavhid asarini o'zbek tiliga tarjima qilish, uni sharhlash, uni afsuski shu kungacha hech kim sharhlamagani, sharh yozmagani haqida afsus bilan gapirar ekanlar-da. Tavilotul Qur'on haqida o'zlarining shogirdlariga o'sha biz endi ustozlarimiz ularga ko'p shu masalada ham gapirar ekanlar. Kelinglar ustozlar, Hazratni aynan Imom Moturidiy shaxsiyati va aynan Moturidiylik ta'limotiga doir ilmiy xizmatlari va bu boradagi fikrlarini bilan ulashsak-da va shu bilan suhbatimizni yakunlasak. Xo'p, Hazrat hamma ishi tizimli edi. Masalan, kitob yozish sohasida ham, kitoblarni tarjima qilish sohasida ham, shunday masalan majmualar ochish borasida ham hammasi tizimli ravishda u kishi asta-sekinlik bilan jamiyat, vaziyat yetilib pishgandan keyin o'sha ishni qilib borardilar. Masalan, Hazratni bir katta maqsadlari bor. Alohida fiqhiy bir majmua ochsam degan maqsadlar bor. Shuning uchun avval Fiqh.uz degan portalni ishga tushirdi. Lekin umrlari nima yetmay Alloh taoloni dargohiga rihlat qildilar va bu jarayon mana diniy islohotlar keyingi davrda juda katta salmoqli o'zgarishlar bo'ldi. Masalan, fatvo markazi ochilishligi yoki turli maktablar ochilishligi, tasavvuf maktabi, fiqh maktabi, kalom maktabining ochilishligi, markazlarning ochilishligi, masalan Imom Moturidiy markazi, Imom Termiziy markazi, Imom Buxoriy markazlari, xalqaro markazlar, sivilizatsiya markazlarining ochilishligi, bular barchasi Hazrat tizimli ravishda rejalashtirib borardilar-da. Masalan, birgina misol e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, kitoblarni ham avval kichik hajmdagi kitoblar, keyin masalan Qur'oni Karimning tarjimasi, tafsiri va qarang mana tizimli tarzda kelyapti va undan keyin u kishining shogirdlari, davomchilar mana unga sharhlar yozishga kirishdi. Va yurtimizda bo'layotgan diniy islohotlar zamirida turli markazlar ochildi. Albatta Hazrat
hayot bo'lganlarida bunday majmualarni faoliyatini ko'rib, bu markazlardagi ishlar, tadqiqotlarni aqida sohasidagi, hadis sohasidagi va shu bilan bir qatorda ixtiloflarga barham berish borasidagi g'ayrat, shijoat va xizmatlarni ko'rib, albatta xursand bo'lardilar. Chunki Hazratni shu asosiy maqsadlari ham kitobut tavhidni tarjima qilish va tavilotni tarjima qilish, ularga sharh yozish va aqida kitoblarini izchil ravishda tarjima qilish. Bular barchasi Hazratni manhaji va uslublari edi, hayot yo'llari edi. Va lekin Alloh taologa hamd bo'lsinki, u kishini farzandlari, shogirdlari, shogirdlarning shogirdlari va u kishini suhbatida bo'lgan insonlar u yo'lni davom ettirishdi. Bu manhajni davom ettirishdi va shu bilan bir qatorda u kishini ta'limoti, u kishini o'gitlari asosida, ya'ni davlat va jamiyat bilan bir bag'ir bo'lib va shu jamiyatni rivojini o'ylab, shu davlatni ravnaqini o'ylab kitob yozish, qo'ldan kelgan mehnatni qilish yo'sinida, uslubida u kishini shogirdlari ham, farzandlari ham bu borada demak xizmatlar qilib boryapti. Yana bir jihat, bir e'tiborli, ibratli jihat, Hazrat yuqorida Jasur akamiz ta'kidlagandek, faqat diniy sohagagina alohida e'tibor qaratmas edi. Balki butun zamonaviy fanlarga ham alohida e'tibor qaratilardi. Masalan, u kishini Hastimon majmuasini ochilishida hamma katta olimlarga ilm ma'ruzasi berilgandi. U kishi kelib, men ham ilm mavzusida ma'ruza qilaman, lekin bu yerda aytilgan gaplar u yerda takrorlanmaydi deb turib, ajoyib bir suhbat qilganda hayratda qolgandim. Ilk marta eshitishim edi shu vaqtda. Aytadilarki, bugungi kunda jamiyatimiz orasida ilm deganda faqatgina diniy ilmni tushunmaslik kerak. Balki qishloq joylarimizda pediatr yo'qmi yoki tish doktori yo'qmi, ayol vrach yo'qmi, bu farzi kifoyani tark qilayotganligi uchun o'sha qishloq vakillari gunohkor bo'lyapti degan masalani o'rtaga olib chiqqanda va u hech qayerda ko'rilmagan gapni gapirdi-yu degan mulohaza menda o'zimda paydo bo'lgandi. Va keyinchalik u kishi yana bir nimada aytdiki, mana hozir dedi, urug'chilik sohasida mutaxassislarimiz e'tibor qaratish kerak dedi. Hozir chet eldan kelayotgan urug'lar bichib qo'yilyapti. Natijada bu urug'chilik sohasida biz kelajakda qaram bo'lib qolamiz. Hozirdan mutaxassislar o'ylash kerak degan masalani o'sha davrda ko'targanda, qarang, va mutaxassislarga buni aytdim degan. Qarang, bu qay darajada o'ylash, qay darajada tafakkur. Yana bir kishi archashunos olim huzuriga kirgan, Anvar Ahmad aytib beradilar. Archani navlarini, 100 xil navrini sanab berdi, haligi nimaga dedi. 100 xil navlarini sanab berdi. Katta tadqiq. Haligi kishi oldan chiqib, bu Hazrat diniy olimi, dunyoviy olimi deb hayratda qoldim dedi. Ya'ni yana bir ajoyib nuqtasi shu ediki, Hazrat safarlarga borardi-yu. Safarlarga borgandan kelganda safardagi qayerga borgan bo'lsa, u kishini farosati, fahmi, e'tibori, diqqatiga men hayron qolganmanki, bir Vatikanga borgandilar. U yerni maydoni, yer maydoni, aholisi va iqtisodiyoti, yalpi ichki mahsuloti va nechta inson yashashligi va tug'ilish soni hammasini shogirdlarga aytib berganda, hayron qolganmanki, Hazrat bu narsani o'rganishga qanday vaqt topyapti? Masalan, biz aqida sohasiga kirsak, narigi soha qolib ketib qoladi-yu. Hazrat hamma sohani birdan olib ketishga harakat qilar. Masalan, kitob yozish, u kishi aytardiki, axborot ko'rdim derdi. Axborot ko'rishga qanday vaqt yetyapti derdimda. Hamma narsani, ya'ni dunyo bilan hamnafas yashardi va shogirdlarni ham shunga o'rgatardi va atrofni ham shunga jalb qilardi. Ya'ni faqat ilm deganda diniy ilmlarni tushunmasdi, balki barcha ilmlarni birdek rivojlantirish, birdek taraqqiyot qilish. Xususan mana bugungi kundagi markazlarning ochilishligi aynan shu Hazratning manhajiga mos keladi. Va u yerda qilinayotgan tadqiqotlar, izlanishlar, bunday markazlarning safini kengayishi, alohida yurt boshimiz tomonidan bunga e'tibor qaratilishligi albatta Hazratni mamnun qilardi. Chunki Hazrat ilm fan oshiqi edi. Ilm fanga juda muhabbat qo'ygan inson edi. Va shu bilan bir qatorda u insonni alohida bir jihati shuki, ilm fanga e'tibor qilgan insonlarga xuddi otadek edi. Xuddi otadek edi. Masalan, u kishini bu yerda Islom universitetida o'sha vaqtda dars berganlarda oldiga borganimizda bir
qo'pol muomala qilganday tuyulganda, masalan men o'zimga shunaqa tuyulgan. Keyin hazratga shogird tushganmiz, vaqti kelib shogird tushganimizda u kishini muomalasini ko'rib, u kishini haligi mehrini ko'rib, bu kishi ilm fanda tolib ilmlari otasi ekan degan xulosaga kelganman-da. Va yana bizda hozirgi kunda mana ko'ryapmiz, u ijtimoiy tarmoqlarda haligi sohani mutaxassis bo'lmasdan chiqib iqtisod sohasida yoki qaysidir sohada gapiryapti-da, yoshlar buzilib ketib qolyapti. Yoshlar masalan haligi ko'p birdaniga ko'p boy bo'lib qolsa, birdaniga bunaqa bo'lib qolsa degan yengil hayotga o'rganib qolyapti. Hazratda shunaqa narsa bo'lardiki, bir siz muammoyingiz bormi, shu muammoyingizni borib turib hazratga aytsangiz, sizni muammoyingizga haqiqatda tugal va professional yechim topib berardi-da va qanoatlanib o'shanga amal qilsangiz baraka topardingiz. Shu darajada haligi uzoqni ko'ra bilishligi, qobiliyatlari. Masalan, birgina men hazrat farzandimni bunday haligi tarbiyalamoqchiman. Nima deysiz desam, siz u tarbiyani, mana bu tarbiyani e'tibor qarating, mana bunday uslub qo'llang, baraka topasiz deganda, haqiqatda o'sha uslub qo'llaganimdan keyin natijasini ko'rganman-da. Ya'ni bu jarayon nafaqat men bilan barcha insonlar, hazratning oldiga kelgan, hazratning huzurida bo'lgan insonlarda shunaqa taassurot qolganki, hazrat nafaqat diniy soha, balki dunyoviy sohalarga ham, jamiyatni rivojlantirishiga, ravnaqiga hissa qo'shadigan sohalarga albatta alohida e'tibor qaratadi. Va shu bilan bir qatorda jamiyatni tanazzulga yetaklaydigan narsani bizdan oldin his qilardi. Masalan, o'sha yerda Bokiralik yuki degan film ishlashga harakat qilingan-da, shunda o'shanda hazrat erta xabar topib, o'shanga qarshi kurashganlar. Qarang, oldindan jamiyatni buzilishligiga yoki jamiyatni haligi ma'naviy qashshoqlanishligiga sababchi bo'ladigan xorijdan, tashqaridan bir illat yurtimizga kelayotgan bo'lsa, bor kuch g'ayrati bilan o'shanga qarshi turardilar. U bokiralik yukida ko'tarilgan masalalar bu jamiyatimizni haligi an'anaviy bo'lgan iffat masalasiga putur yetadigan masalaga bog'langan. Bunday masalalar juda ko'p edi hazrat bilan bog'liq. Har bitta masalani birma-bir eslaydigan bo'lsangiz, hazratni nechog'lik jamiyatparvar, vatanparvar inson ekanligini ko'rishimiz mumkin. Rahmat ustozlar, haqiqatda umumiy o'sha bugungi demak suhbatimizni xulosa qiladigan bo'lsak, shayx hazratlari Alloh rahmatiga olsin, u kishi butun umrlarini din, jamiyat, butun insoniyat uchun baxshida qilgan va butun faoliyatlari aynan ahli sunna val jamoani demak ta'limotini yoyish bilan o'tkazganlar butun umrlarini. Haqiqatda u kishini biz u faoliyatlari bilan ko'rishimiz mumkin yoki yozgan asarlari bilan, suhbatlarida ko'rishimiz, guvohi bo'lishimiz mumkin va albatta u kishi qoldirib ketgan maktab, ya'ni katta akademiya shogirdlari albatta hozirgi kunda ham munosib joylarda faoliyat olib borishyapti. Albatta mana ustoz Abdulatif domla ham Imom Moturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazida faoliyat olib borishadi. Bular hazratni o'sha Toshkent islom universiteti davrida dars bergan paytlarida ham shogird bo'lishgan va keyinchalik ham hazratni o'zlarida ko'p o'sha maslahatlarini olib, fikrlarini olib, hazratning xos shogirdlaridan birlari bo'lganlar va jamiyatimizda ko'plab o'sha soha xodimlari ham demak aynan hazratni shogirdlari bo'lib hozirgi kunda munosib joylarda faoliyat olib bormoqdalar. Azizlar, bugungi suhbatimizni mana shu yerda o'z nihoyasiga yetkazsak, chunki hazrat haqida gapirsak soatlar kam. Bu borada keyingi balkim boshqa suhbatlarimizda yana boshqa mutaxassislar, ustozlarni jalb qilgan holda bu mavzuga yana qaytamiz, lekin men suhbatimizni mana shu yerda hazratning shu doimiy kitoblariga yozadigan, doimiy har joyda aytib o'tadigan bir shiorlari haq bilan tugatsam, agar ruxsat bersalaringiz. Hazrat kitoblarini avvali qismiga ham yozib qo'yadilar va buni o'zlari ham saytlarda ham ko'p tarqatishardi. Bu quyidagicha edi. Ahli sunna val jamoa mazhabi asosida pok aqida va musaffo islomga intilish, Qur'on va sunnatni o'rganib amal qilish, islomiy ma'rifat taratish, salaf solih ulug' mujtahidlarga ergashish, kengbag'irlik va birodarlik ruhini taratish, diniy savodsizlikni tugatish, ixtilof va firqachilikka barham berish, mutaassiblik va bid'at xurofotlarini yo'qotish. Qarang, bu so'zlar zamirida aynan sog'lom e'tiqod, musaffo aqida birligi yotibdi. Azizlar, haqiqatda ulug'larni hayotini o'rganish, ularning ilmiy merosini nima deydi, keng tadqiqot olib borish bu haqiqatda biz uchun foydali. Keyingi suhbatlarimizda uchrashguncha sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.